FIFA Argentinaga yordam beryaptimi? Men bu fikrga unchalik qo'shilmasam-da, lekin men aytadigan ma'lumotlar sizni ham ajablantirishi aniq. Argentina terma jamoasi mundialni Jazoirga qarshi bahs bilan boshladi. Jazoir FIFA reytingida 28-o'rinda. Ikkinchi turdagi raqibi Avstriya esa 24-o'rinda turibdi. Qit'adoshlarimiz Iordaniya terma jamoasi esa bizdan ham pastroqda, 63-o'rinda turibdi FIFA reytingida. Shunday qilib, Argentina terma jamoasi guruhda FIFA reytingida hattoki kuchli 20 ga ham kirmaydigan jamoalar bilan o'ynadi va 3 ta g'alaba bilan play-offga yo'l oldi. Bu bosqichdagi raqibi esa mundial debyutantlaridan biri Cabo Verde bo'ldi. Bu jamoa FIFA reytingida 67-o'rinda turar ekan. Brus finalda Argentinani yengib qo'yishiga sal qolgan Misr bugungi kunda reytingda 29-o'rinda. Chorak finaldagi Shveysariya esa Argentina terma jamoasining bu mundialdagi eng kuchli raqiblaridan biri hisoblanadi. Shveysariya ayni paytda FIFA reytingida 19-o'rinda bormoqda. Agarda yarim finalda Argentina va Norvegiya to'qnashuvini ko'rsak va unda sobiq jahon chempionlari g'alaba qozonadigan bo'lsa, birorta ham top 10talikdagi jamoa bilan o'ynamasdan finalgacha yetib kelar ekan. Ha, kimdir aytishi mumkin, bu oddiy reyting, ko'p narsani hal qilmaydi deb. Lekin daraja jihatdan ushbu reyting ko'p hollarda baribir o'z so'zini aytib keladi. Ya'ni men nima demoqchiman, aynan chorak finalgacha yetib kelgan terma jamoalar ichida Argentina eng omadlisi hisoblanadi. Aynan setga, turnir joylashuvi jihatdan. Buni esa ayrimlar FIFA tomonidan atayin qilingan deb gumon qilmoqda. Sizning bu borada fikringiz qanday? Buni izohlarda yozib qoldiring.